xonaga, ana 4 xona menga kerak, ikkita sanuzil bo'lsin deganlarga Yunusobod 12-kvartal 3 baqalar restoranda shunday oldida 9 etajga turibdi. Shuni 6-qavatida mana remont, ichida mebel, texnika, ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. Общий 100 kvadrat deyishdi. Yana o'zingizlar kelib xat hujjatini ko'ryapsizlar. Domofollarga ham urg'u berib ketinglar deyishdi. Mana urg'u berdik. Ikkita sanuzil mana kiraverishdi, hojatxona. Bet mana o'zi oshxona bo'lgan, kengaytirib olishgan. Mana liftni orqa tarafini olib turib, bu yoqqa mana oshxonani chiqarib olishgan, ko'rib turganlaringiz. Balkoni 180 ga 6 bo'lgan, yarmini to'sib turib, kuxnyani yarmini bu yoqqa joylashtirib olishgan, xolodilniklar bilan tayyorlab, bu yerda yeb ichib o'tiradigan joy. Как hol bo'lyapti bu. Mehmonlar kelsa, to'g'ri zalga kirgizamiz. Xush kelibsizlar, assalomu alaykum deysizlar. Mana zali ham katta, keng, chiroyli, tayyor remontlar bilan, propiskasi 0. Shunday notarius kuni kalitni berishadi. Bemalol ko'chib, kirib, sekin shirin hayotni boshlayverasizlar. Bu yog'imiz katta spalni, mana ko'rib turganingizdek, mebellari bor. Aytgancha 224 talik konditsionerlari ham bor. Bitta zalda, bitta holda. Bu yog'imiz kattadan keyingi o'rtancha spalni. Mana xolasanglar detskiy, xolasanglar yana boshqa narsa. Bu yog'imiz yana bitta sanuzil, vannalari, hamma kir mashina. Aytgancha teplый polda ham bor ekan. Bu yog'imiz oxirgi kichkina detskiy xona. Detskiy mebellari ham bor. Xullas 6-qavat, 4 xona, 5 xona qilingan. Narxi 110 ming, kirishtirgan joyi bor. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, sog' bo'linglar.